İbn Majada zikr qilingan bir hadis sharifda Abu Hurayra radhiyallohu anhu shundaq deydi. Hazreti Peygamber aleyhisselam shundaq dedi. Isro kechasi bir qavmga uchrashdim. Qo'rsaqlari o'ylardek yo'g'on edi. Qo'rsaqlarning ichida bo'lsa, sen sirtda turib ko'ralaydigan shaklda yilonlar bor edi. Bular kim? Ey Jibril dedim. O'sim yeganlardir dedi. Subhanallah. O'sim bilan muomala qilguvchilarning oxiratdagi azobini angladingmi? Janobi Alloh o'sim muomalasi qilguvchining qo'rsiqini o'ydek cho'ngaytidi va ichiga yilonlarni qo'ydi. Bu yilonlar sirtdan ko'rinadi. Ya Rabbim, bu qandoq jazo? Bu azobdan va bu azobga tushishimizga sabab bo'ladigan o'sim gunohidan sana sig'inib panoh tilaymiz. Ey qo'rqmasdan o'sim elayotgan va yoki berayotgan kishi. Sen onunğa iman etgan payg'ambaringning bergan xabarini angladingmi? Agar tavba qilib o'simni tark etmasang, mahshar kuni azob sifatida qo'rsiqing o'ydak cho'ngaytiladi va ichida yilonlar harakat qiladi. Sen pashining chiqib elishiga chidamayotgan yerda qo'rsiqingdagi yilonlarning seni tishlab chiqishiga qandoq chidaysan? 3 kunlik dunyoning manfaati uchun bu azobga rozi bo'lamsan? Shundoq deyishing texmo to'g'ri emasmi? Ey Robbim, men bu azoblardan va o'sim yeyishning bunchalik cho'ng gunoh ekanligidan g'ofil edim. Bilaman, g'aflatim va jaholatim uzr bo'lolmaydi. Chunki musulmon ekanman, undaqda o'qib bilishim kerak edi. Lekin sening bu bandang bu gunohlarni qildi. Endi nima qilsin? Sendan boshqa kimga berib apu tilasin? Sendan boshqa ishkiga beriladigan kim bor? Kechirim talab qilinadigan sendan boshqa bir Rabb yo'q. Ey Robbim, men xo'jayinidan qochgan bir qulga o'xshash sendan qochib gunoh vodilarida yuratdim. Lekin endi aqlimni topdim. Bütün gunohlarimdan, bo'libmi o'sim gunohimdan afu tilayman va ikkinchi qilmaslikqa so'z beraman. Meni afu qilgin. Sen afu qilguvchisan va afu qilishni yaxshi ko'rasan. Ajiba hozir mushundaq duo qilish va Allohdan afu so'rash eng to'g'ri harakat emasmi? Yoki bo'lmasa shunchalik oyat karimlarini va hadis shariflarini anglab turib, yanada o'sim gunohini davomlashtiramsan? Hargiz davom qilma va tavbani kechiktirma. Unutmag'inki, yerning usti atilar bilan, yerning osti bo'lsa kashkilar bilan to'lgan. Pat orada o'zingni tuproqning ostida ko'rasan va qabrida pushaymonlik nolalar qilasan. Ammo u kun bakmu kechikkan bo'lasan va hech bir pushaymon egasiga foyda bermaydi. O'sim haqida tilga elishimiz mumkin bo'lgan yana nurg'unlagan hadislar bor. Biz bularni hadis kitoblarining o'sim bo'limiga havola qilish bilan so'zni uzartmaslikni loyiq ko'rdik. Chunki nesivisida tövbe bo'lgan kishi uchun biz zikr qilgan oyat karimlar va hadis shariflardan faqat birsila hidoyat va tövbe uchun yetarlikdir. Ammo tövbedan nesivisi yo'q va gunohni yanada davomlashtiruvchiga dunyolarni naql qilsaqmi behudadir va uningga foyda bermaydi. Bizlar bu asarni hisob kuni Rabbimiz oldida bir uzrimiz bo'lsin deb hozirladik. Rabbimiz bizlarga: "Ey bandalarim, men sizlarga ilm bergan edim.
insonlar o'sim bilan muomala qilayotganda sizlar ularga o'simning dargohimda buyuk gunoh ekanligini so'zladinglarmi? Ularni ogohlantirdinglarmi? Deganda biz shundoq ey Rabbimiz, sening bandalaringni kuchimiz yetgan miqdorda ogohlantirdik. Oyatlaringni va Rasulingning so'zlarini ularga naql qildik. Kuchimiz mushuninga yetdi. Mushunchilik qila oldik, deyalayli. Ey Rabbimiz, sening roziliqing uchun hozirlagan bu asrimizni dargohingda qabul qil. Mahshar kuni yuzimizning oq bo'lishiga vasila qilgin. Bu asarni o'simga mubtilo bo'lganlarning tövbe qilishiga va o'sim gunohidan voz kechishiga vasila qilgin. Shundaqla bu asarni bu xizmatda moddiy va ma'naviy g'ayrat ko'rsatgan barliq qarindoshlarimizning gunohlariga kafforat qilgin. Amin. رجاء